Qarg'ani ko'zini cho'qimas qarg'a, yo'lbars hamma sherigini qilmas badarg'a. O'lja talashib bir-birini o'ldirmaydi kit. Nechun odamdan odamni qo'riqlaydi it. Eng yaqin do'stingda ham hasad bo'larkan, jondan sevgan yoringda ham nafrat bo'larkan, boringda ham yo'g'ingda ham birdek sevguvchi, mehribon otang bilan onang bo'larkan. Qarz olib uxlatib ketdim deb o'ylamasin hor. Oxiratda qon yig'lab to'lashing ham bor. Shu dunyoda to'lab qo'ygan barcha qarzingni qiyomatda to'lolmay yig'lama zor. Qayerga yo'qolgan ilon va chayon, nahot ularni hammasi qirilib ketgan. Ehtiyot bo'ling ey aziz inson, ularning ba'zilari odamga aylanib ketgan. Kim ishir? Bir Babayev degan Tojikistondan bir men qadrdon bo'ladi. O'tib ketdi u koronavirusda. Shu insonni she'r edi. Shuni sen ham qo'shiq qilib aytgan dedi. Shuni endi hozir balandmi dedi. Ben muzikasiz hozir boshqacha lapar yo'lda aytdim. Bu juda chuqur aytiladigan demaydi. Olimidi u? Yo'q, Tojikistondan edi. O'zbekmidi? Ha, o'zbek edi. Tojikiston qayerda turar ekan? Mana Parlaterni o'sha tomonlarda edi. Proletar, ha. Proletar o'zbek turadi. Ha, o'zbeklar bor edi. Ama qizisi bor bola. U ham o'sha proletardan. Kim edi? Hojiboyev. Ha, Hojiboyev Tojiboyev. Proletardan. Ha, proletardan. Abdulla Boyinboyev edi. Qodir aka Mirashurov bor edi. Mirashurov o'zbekmi? O'zbek u ham, ha. Qaysi o'zbek? U ham proletardan. Proletardan u ham, ha. U yaxshi yashaydi. Ha, zo'r edi. Hozir ham yaxshi, hozir ham yetadi. Hozir ham yetib turadi. Men 70-yillarda eshitganman. Shu oltaroqdan Mavlodan kaset oldimda shu qo'shiqlar ekan bor. Yaxshi aytadi, tekis aytadi. To'g'ri, ha, tekis aytadi, to'g'ri. Ko'rishib turamiz. Odam ulug' narxi yo'q degan qo'shiq ham nima qildim, shoirdan oldim. Odam ulug' narxi yo'q, shohu gado farqi yo'q. Mardkoshno bu ko'nglim, nomardlarga xushim yo'q. Haq kichik, kattadir, borar joying bittadir. Dur bo'lsang bozorni, xardori yo'q ozorni. O'zingga sig'may ketsang ziyorat qil mozorni. Odam ulug' narxi yo'q, shohu gado farqi yo'q. Haq kichik, kattadir, borar joying bittadir. Boy boqadi boygami, soy oqadi soygami? Nega bino qo'yasan otang yotgan joygami? Odam ulug' narxi yo'q, shohu gado farqi yo'q. Haq kichik, kattadir, borar joying bittadir. Dur bo'lsang bozorni, xardori yo'q ozorni. O'zingga sig'may ketsang ziyorat qil mozorni. Gulga to'sin quchog'ing, moyda bo'lsin pichog'ing. Qo'ling oyda tursa ham, yerda tursin oyog'ing. Odam ulug' narxi yo'q, shohu gado farqi yo'q. Haq kichik, kattadir, borar joying bittadir. Mana bu so'zlar yaxshi. Shunaqa yangi qo'shiqlar qilaver, yangi she'rlar top. Ha, yangi top Eski qo'shiqni yuzida o'rmagan. Ha, shunaqa qilyapman, yangilar. Eshitib bo'lgan ularda. Ha. Ha, bu eski ashulalarni aytyapti deydi. To'g'ri, o'shanga yangi qo'shiqlardan xabar beryapman. Toshkentga ham kelyapsanmi to'yga? Yo'q, ha, bir marta keldim, endi o'zimiz vodiyda ko'p to'y. O'zimizda ko'pda to'y. To'ylarga do'qali uzoq boydan bo'lmagan. Nahor oshi, xotin unaqa bo'lmay, hozir bitta bo'lyapti. Ikkalasi bitta. Ha, bitta bo'lyapti hozir. Kam rasvot nima bu shu bittadan nima bo'lib ketyapti. Xalq bitta kelmashdi. Ilgaridaqa qattiq nima yo'q. Oshda aytish, kalitut aytish, ilgari 4 servis bo'lardi. Ilgari Toshkentda zo'r bo'lardi. Ha, ilgari to'g'ri. Zo'r bo'lardi. To'ylar. Toshkentda endi o'rgandi to'ylar, oshlarga. Ha, oshlar ya. Ilgari bilmas edi. Amano qo'shiqlaringizdan so'rab qoladi har zamonda. Jannat degan quchoqlaring, lahza, Farg'ona go'zalsan. Ustoz qo'shiqlardan ham aytib bering deydi.
eskalisi eshitgan odamlar borda, ular bilan dilida qolgan. Bular so'rab turadi. Ben masalan deyman, ustoz qo'shig'idan mana sizlar talablangan binon deb shu qo'shiqlarni to'ylarda ham aytib turilibdi. Yaxshi. Buzmagan holatda chiroyli qilib aytyapman. Biz o'sha muzikalari ham joyida, ham yo'q nima qilib aytib turibmiz. Endi ashula söyleydigan payzi qolmadi hozir. İlgari odamlar eshitardi, payz bo'ladi. Hozir unaqa narsa yo'q. Xolasi o'tiradi, xolasi ketaveradi. Qiziq qomatda to'ylardi. To'g'ri. 60, 70, 80largacha zo'r bo'lgan to'ylar. Borardik to'yga. To'yni so'rardik. To'y zo'r bo'ladi Toshkentda. Hozir unaqa payz yo'q, hozir restoranlarda. Ha, kafe nimalar ketdi hozir. Endi o'zingiz qo'shingizni jannatga uchilardan biri aytmisini aytib beray. O'zingiz qo'shingizni ham. Bu nechinchi yil aytilgan? 70-yillarda aytgan. 70, ha, kechonda bitta so'rab qilib, to'g'ri aytibman men. Jannatga ham uchilar. Ko'p odam shu qo'shiqlar siznikini bilmaydi ekanda. Bilmaydi. Ha, o'sha uchun buni aytganda aytib ketish kerak. Ustoz zadan sanat qo'shig'idan talablarga aytib ketish kerak. Ya'ni ashta mehnat odam ba'da ha nomini aytib ketish kerak. Nomini aytmay ham savoryapti. Meni qo'shig'imga birikasi nomini indamay solyapti-da. Ha, palonchini qo'shig'i deb qo'y. Ha, palonchini qo'shilsa o'sha mehnat odam xursand bo'lar ekan. Yo'q, bolalar aytyapti, menikiligini bilmaydi. Ha. Aytaveradi, menikilim kundu qo'raga kelib aytadiki, palonchini shulasida, eshitmaqami deydi. Ha, ha, ha. O'sha Chunki qo'shiq eshitmaganda bolalar hozir yoshlar. to'g'ri, yoshlar bilmaydi u so'zlarni. O'sha uchun aytib ketilyapti. Ustoz zadan sanat qo'shiqlari bu palonchi yilda deb aytib ketilyapti. Ustoz qo'shiqlaridan deb. Birimiz aytib bermaysan, ustoz jannatga quchoqdan chiqib keta olmadim. Zo'r yozilgan mana shu qo'shiqlar. Hozirgacha munislarni yo'qotmaydi, zo'r. Yana bir ommalashyapti mana shu qo'shiqlar. Jannat ekan quchoqdan bu so'z nimaga aytilganki o'zingiz tushuntirib berasiz aytganimdan keyin nima haqida aytilgan, ha? Divonaman balki danadan do'zax dunyo ichra edi bag'rim meni qon. Huzuringdan o'zga huzur yo'q menga janon. Huzuringdan o'zga huzur yo'q menga janon. Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim. Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim. Bilmay kirib qoldim netay gulzorlaringga. Oromijon naqsh olmayu nokzorlaringga. Boshim qo'yib jon bersaydim gulmoqlaringga. Boshim qo'yib jon bersaydim gulmoqlaringga. Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim. Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim. Ey gulbadan marjon bo'lib bo'yningda qolsam, Qo'yningda. ey gulbadan marjon bo'lib qo'yningda qolsam, o'lgunimcha quchog'ingda qo'yningda qolsam, Xudo ursin o'zgalarga gar nazar solsam, Xudo ursin o'zgalarga gar nazar solsam, jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim. Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim. Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadim. Yaxshi. Buni so'zi qanday bu? Ovozi esa qo'pollik qilyapti. Mayli aytish kerak. Mayli, ha, boriga baraka haqiqatdan. Boriga baraka. To'g'ri shu. Yillardan keyin ovoz nima bo'ladi-da, o'zgarish emas. Endi qatdan ketdi. Ovozni ham ishlash mumkin. Sen muloyimroq aytsang, ko'ngillanib qoladi ovozing. Muloyim. Ha, muloyim. Ovozing qo'polda seni. Ha. Senga sotar yarashishda ashulalar to'g'ri keladi. Ha. O'sha. Mayin aytsang, ovoziga ko'tarasan o'zing, odamlarga tegadi. Ha, biz bunday to'planganda o'ziga chiqqanda, ha. To'g'ri mayinlashish kerak edi mana. Yana ham shu depozitni bilan saqlayman deb bo'lmasam. Endi men ovoz saqlamay yetyapti. Ba'zi o'zi 50 ga bordi. Endi ko'p gapirmagin. Ko'p gapirsang, medaga tegadi-da, sviyaskaga tegadi. Sviyaska o'rganib qoladi. Tomota sviyaskalar, ha. Sviyaska ham ochilib turadi.
Ha. Shu ochilib turish kerak. Bo'lmasa ovoz yurmaydi. Bunga ochilib turish. Men shuni olmay eshitdim usta mana. Suyazga. Bir xil san'atkorlar to'yga kelishda gapirmay ketar ekan, indamay. Gapirmay ketar, o'sha ta'sir qilar ekan-da. To'g'ri. Ovozi qancha ehtiyot qilsang, shuncha tirikchilik yaxshi bo'ladi. Ha, sahli menda ovozni. Hali ko'rdirgavasiga solmayman, sekin, mayin qilib hali ehtiyot qilaman endi ovozni. Yaxshi. Seni ovozing shunaqada, qo'pol ovoz. Qo'pol haypan ovoz, ha? Qo'shiqlar endi mana shunaqa bo'lib ketyapti mana. Shu yangi qo'shiqlar qibaraveraman endi o'sha. Esa pul qilsa pul deydi. Unaqa emas. Odamni fe'li yaxshi bo'lishi kerak, suhbati yaxshi bo'lishi kerak, odobi yaxshi bo'lishi kerak. Yana keyin fayz bo'ladi. O'zimizni palonchi kelibdi, yur eshitamiz deydi. Palonchiz bu qo'y baqiradi deydi. O'zbek ham noziklashib ketyapti og'a. To'g'ri. Chunki ashulachi ko'p-da. Ko'p bo'lgan uni hammasini bosib o'tish kerak. Buning uchun ovoz bo'lishi kerak. Ovoz zo'r bo'lishi kerak. To'g'ri. Ajrab turish kerak-da. Falonchi deganda mana shu deb ajrab turish kerak. Yangi qo'shiq yozyapman. Shularni o'shakni xudoolasa efirga beramiz. Chiroyli yangi qo'shiqlar. O'sha 16 kun kelamiz xudoolasa. Nimaga? Endi ustoz chiroyli bizga duo qilasiz endi. Ketasizlarmi? Biz endi borib dam olib, endi ketamiz biz. Yomg'irga ketasizlarmi? Yo'q, bu yerda qolamiz endi. Qolib, bu yerda Toshkentda uyda yotib, ertaga jicha ko'rsatuvchimiz bor, shuni o'tkazib keyin chiqib ketamiz. 16 kun kelinma xudo Siz xolasa. amalli bo'lsa, Alloh fayzingni bersin. Alloh akbar. Rahmat, ustoz, rahmat.